Bugungi darsligimiz Karakan zashitasi ikkinchi varianti. Demak, boshladik. Y4 S6 Y4 S6 ga oqlari D4 D4 ga D5 D5 ga kon D2 himoya qilyapti. Agar Y'da qiladigan bo'lsa, S'da qilib markaz egallanib qolishi mumkin qoralar tomonidan. Shuning uchun urushni kutyapti. Kon D2 ga DY ga kon uradi Y4 bu holatda. Kon uradi Y4 ga qoralar kon D7. Maqsad konda markazlilarga qo'yish, ya'ni konda yetirishdan maqsad konda yurishlarini oshiryapti imkoniyatini. Kon D7 ga kon G5 keyinchalik ferz F3 yurib mot qilish ehtimoli bor. Kon G5 ga kon D degani F6 ga yuryapti. Uni o'rniga kon G F6 yurishi mumkin edi, lekin kon D7 degani F6 ga yuryapti. Kon 1 dagi F3 qoralar kon H6 yuryapti. Keyinchalik rakirovka qilish maqsadida, ya'ni nol qilish maqsadida kon H6 ga S3 S3 ga qoralar G6 yuryapti bu holatda. G6 ga mana endi salon S4 yurib korolni F7 katagiga hujum qilyapti. Salon S4 ga salon G7 bu holatda 0-0 qilishga harakat. Va oqlar 0-0, qoralar ham 0-0 qilyapti. Ladya Y1 markazda mustahkamlash maqsadida egallayapti. Kon F5 D4 katagiga hujum. Kon F5 ga kon Y5 F7 katagiga 3 kishilashib hujum. Kon Y5 ga kon D5 salonni yo'lini bekityapti bu holatda. Kon D5 ga kon G'dagi F3 ga qaytyapti bu holatda. Salonga yurish imkoniyatini beryapti. Ya'ni salonni yo'lini ochish maqsadida, salon G5 ga kelish maqsadida. Kon F3 ga ferz S7 ferz S7 ga bu holatda salon B3 ga qochyapti. Sababi S4 yurib keyinchalik konda yo'ldan olish. Salon B3 ga qoralar Y6, uni o'rniga salon Y6 yurganda ma'qulroq edi. Lekin Y6 yurib markazda mustahkamlayapti, konda himoyalayapti bu holatda. Va bu holatda oqlar S4 ga kon F6 ga qochishga majbur. Kon F6 ga G4 aktiv turgan konlar, xavfli turgan konlarda orqaga chekinishga majbur qilyapti va kon Y7 ga qochyapti bu holatda. Kon Y7 ga salon F4 keyinchalik vilka holatiga qo'yish uchun kon G6 yurib ladya yoki ferz tanlash imkonini bermoqchi. Salon F4 ga ferz A5 ya'ni qochyapti. Ferz A5 katagiga. Ferz A5 ga ladya S1 ladya S1 ga bu holatda B5 ya'ni oqlarda chap qanotini zaiflashtirmoqchi. B5 o'rniga konda D7 ga qochgani ma'qul edi, chunki
E5 kon xavfli turibdi. Slon orqali hujum qilishi mumkin edi, lekin ular B5 yurishni afzal bildi. Slon D2 ferzga hujum. Slon D2 ga fers D8 qochishga majbur bo'lyapti. Va bu holatda slon B4 konni ochmasga qo'yib qo'ydi. Bu holatda agar ota, ya'ni kon qochadigan bo'lsa, ladiyasi ketadi. Slon B4 ga BS, BS ga slon uradi C4 qilyapti bu holatda. Slon uradi C4 ga A5, maqsad ochmasdan qutulish. Slon A3 ga qochib baribir ochmas holatini saqlab qolyapti va slon A6 almashtirishga qo'yapti bu holatda. Slon A6 ga kon uradi F7. Juda kuchli yurish. Majburladi F7 uryapti. Urmasa ham bo'lardi, lekin ladya F7 qilishni qilyapti, ya'ni konga ladya alishtiryapti va slon uradi E6 qilib ochmasga qo'yapti bu holatda. Slon uradi E6 ga, kon E-degini D5 ga qo'yapti bu holatda. Keyinchalik ladya A7 yurib himoya qilish maqsadida. Kon E-D5 ga kon E5 yurib bir yo'li ladyani F7 ga tagiga mixlab qo'ydi. Ikki kishilash hujum. Kon E5 ga ladya A-dagi A7 ga yuryapti. Slon aniqrog'i ladya uradi C6 bu holatda tekin pechga. Ladya uradi C6 ga, kon F4 bu holatda. Kon F4 slonga hujum. Kon F4 ga, ya'ni bu holatda ladya uradi A6 qilyapti. Qoralar ham ladya uradi A6. Slon F7 dan shoh, karol majbur H8 ga tagiga qochadi. Karol H8 ga fers F3. Fers F3 ga, ya'ni konga hujum. Fers uradi D4, konni himoya qilyapti. Fers B7. Bu holatda ladyaga hujum bo'lishi mumkin. Fers B7 ga, kon H3 dan shoh, karol H1 ga qochadi. Kon F2 dan shoh, karol G2 ga tagiga qochadi va bu shu holatda qoralar topshiradi, chunki imkonsiz, boshqa shoh bera olmaydi. Demak, vazifamiz bugungi shu. Yozamiz, yodlaymiz.